Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Sizlarni yana ko'rishib turibmiz. Juda jadallik bilan o'rganib ketyapmiz testlarni. Ertalab o'qiyapmiz. Mana hozirgi vaqt obed vaqti. Nasib bo'lsa kechqurun o'qiymiz. 3 mahalliy dars bo'lyapti tanaffus bilan. Nasib bo'lsa hozir diqqat qilasizlar. Maqsad tuzilgan testlarni 11-variant testlar bilan birgalikda ishlaymiz. Maydalab tushuntirishga harakat qilamiz. Sizlar esa diqqat bilan o'rganishga harakat qilasizlar. Har bir variant o'qigandan keyin tanaffus qilib, dam olib yana variantlar boshlayveramiz kelishdiga. Demak, 11-variantni qarasak. Xo'sh, keling o'tiring tez. Demak, 11-variant. 11-variantimiz. Birinchi savolimizdan qarar ekanmiz. Birinchi savolimizni biz kema kitobda ham o'rgangan edik, to'g'rimi? Prezident Xalq maktab kitobiga ham o'rganganmiz. Eng kichik 4 xonali deyapti va eng katta 3 xonali sonlarning natural sonlarning yig'indisi toping. Demak, qaranglar, eng kichik 4 xonali son bu necha? 1000. Malades Abdulloh. Demak, 1000 aytyapti. Eng kichik 4 xonali son va eng katta 3 xonali son bu necha? 999 larni toping va ularni bir-biriga qo'shing deyapti. Ya'ni yig'indi deganda biz har doim qo'shish tushunardik, to'g'rimi? Ayirmasini toping deganda ayirish tushunar edi. Yig'indisini toping desa nima qilishimiz kerak? Qo'shishni topishimiz kerak, to'g'rimi? Xo'sh, javobimiz 1999. Yaxshi. Bu oson misol edi. Lekin ikkinchi misolimiz o'quvchini cho'chitib qo'yadi. 1 + 2 ayrilgan 3 qo'shilgan 4 ayrilgan 5 qo'shilgan 6 qo'shilgan va hokazo ayrilgan 99 qo'shilgan 100. Hozir to'g'rilab qo'yamiz. Endi savol tug'iladi-da. Shogirdlar, birinchi navbatda bu misolda haqiqatan cho'chitib qo'yadi o'quvchini. Bu yerda avvalo nechta son qatnashayotganini bilishimiz kerak. Demak, birdan tasavvur qilinglar, hammasi qo'shuv deb tasavvur qilinglar. Birdan 100 gacha nechta son bor? 100 ta son bormi? Sanab chiqsak 100 ta sonda o'zi bor, ha? Endi qarang, 100 ta sonda guruhlasak, misol uchun. Qaranglar, hammasi guruhlaymiz-ku. Mana qo'y. Asosan minus bilan guruhlayapmiz-da. Mana bu yerda hozir har birovning qiymatini, mayli guruhlamasini tushuntiraman, mayli. Endi iloj boricha maydalab tushuntirishga harakat qilaman. Demak, qaranglar. Minus 3 ku mana. Minus 1 ga, qarang. Minus 1 ga 2 ni qo'shsak, mana buning qiymati 1 ga teng bo'lar ekan. Marjona. Mana buning qiymati 1. Buning qiymati 1. Nima qilyapman desam, teskarisiga ayira olyapman. 2 dan 1 dan ayiryapman. 4 dan 3 dan ayiryapman. 6 dan 5 dan ayiryapman. Teskarisiga ayirib chiqyapman-da. To'g'rimi? Har bir teskarisiga qaranglar, 2 dan 1 dan ayirdim, 4 dan 3 dan ayirdim, 6 dan 5 dan ayirdim teskarisiga. 100 dan nima qilaman? 99 dan ayiraman. 1. Demak, har 100 ta sondan ikkita guruhlab bo'lsak, har bir guruhning qiymati nimaga teng? 50 ta son bo'lsa, ikkitadan guruhlansa nechta guruh bo'ladi? 50 ta guruh bo'ladi. 50 ta guruh bo'ladi. 50 ta guruhning har birining qo'lida necha turibdi? 1 turibdi. Demak, buni javobi 50 ko'paytirilgan 1 da javobimiz 50 keldi. Javobmi? Demak, qaranglar, qaytadan tushuntiraman. Bu savol o'quvchini qiynab qo'yadigan savol. Hamma ham ishonmaydi. Men nima dedim? Shogird dedim, avvalo dedim, minusni yo'q, ahamiyat berma. 1 dan dedim, 100 gacha nechta son bor dedim. 100 ta son bor dedilar. Sizga aytdim, shogird dedim, bo'lmasam dedim, 2 dan 1 dan ayir, 4 dan 3 dan ayir, 6 dan 5 dan ayir dedim. Shuni ikkitadan guruhlab ketaversak dedim. 100 ta sonni guruhlasak 50 ta guruh paydo bo'ladi va 50 ta har bir guruhning qiymati 1 ga teng. Tushundingmi? Shuning uchun 50 kar bor deb 50 ga topib qo'ydik. Hamma tushunda, yaxshi, keyingi savolga o'tamiz. Xo'sh. Kasrli savol berdi. Juda ham yaxshi savol. Kasrli savolimiz. Xo'sh, 1 taqsim 6 ayrilgan 1 taqsim 24 qo'shilgan minus 11 taqsim 24. Juda ham yaxshi savol. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, qaraymiz. Bu misolda aytgan vaqtda Dilnura, agar qavosolda plyus tursa, ichidagi ishora nima bo'lardi? O'zgarmaydi. Demak, yozib olaman. Teng nechinchi savol edi bu? 3. To'g'rimi? Teng yozdim. 1 taqsim 6 ayrilgan 1 taqsim 24 ayrilgan 11 taqsim 24. Hammasiga umuman qilish necha beramiz? 24 beramiz, ha? 24 bersam, mana buni 24 qilishim uchun nechtadan kerak? 4 tadan.
Demek mahrajiga 24 deb yozib oldim. 4 ayrilgan 1 ayrilgan 11 teng 4. Mana ikkalasini borib qaranglar. Men har doim mana bunaqa tushuntiraman. -3 ayrilgan 2 bo'ladi-yu. Ikkalasi ham minus bo'lsa, minus qo'yamiz, qavsida 3 qo'shilgan 2 deb yozib olib, -5 deb yozib ketsak bo'ladi. Endi ikkalasini qo'shamizda minus qo'yamiz. -10 ayrilgan 5. Nima qilamiz? Ikkalasini qo'shamiz, oldiga minus qo'yib 15 deb yozib qo'yamiz. Tartibini tushundilaringiz-a? Mana qarang. -8 ayrilgan 2. Nima qilamiz? Ikkalasini qo'shamiz, oldiga minus yozib qo'yamiz. Bitta yoki mana bunday qilsak ham bo'ladi. Tushunaylar? Endi qarasak, hozir men 4 ayrilgan bundan bu narsa necha bo'ladi? 12. Ikkalasini qo'shdim, oldiga minus yozdim. Taqsim 24. Endi savol. 4 degani pulimiz bor, qissamizga bitta odam qarzingni ber deb kelgan. Tushunasizmi? 4 degan narsamiz bor, pulimiz bor. 12 ta qarzimiz, mayli, 4 tasini olib qo'y desa, qancha qarz qoladi? 8 ta. 8 ta qarz degani -8 taqsim 12. 24, uzr, 24. -8 taqsim 24. Endi savol. -8 taqsim 24 degan javob yo bor yoki yo'q. Menimcha qisqartirib qo'yibdi. 4 ga bo'linglar ikkalasini. 4 ga bo'lsam -2, 4 ga bo'lsam 6. Yana 2 ga bo'lgan shekilli buni. 2 ga bo'linglar -1 taqsim 3. Bormi -1 taqsim 3? Qaranglar, bizni yoshirmoqchi bo'lgan ekanda. Yoki birdaniga mana shu yerda o'ziga 8 ga bo'lib olishimiz kerak ekan. 8 ga bo'lsam 1, 8 ga bo'lsam 3. Salgina muzlash chegarasini boshqacha yo'l bilan ketibmiz-da. Xo'sh. Bu savolni ko'rdik. 4-masalani o'qiymiz. 4-masalamizda Husaynning uzumning 2 kilogrammi 600 so'mdan sotilmoqda. Shu uzumni 3,5 kilogrammi necha so'mdan to'lash kerak? Juda ham yaxshi savol, qaraymiz. 2 kilogrammi necha so'mdan sotilyapti? 600 so'mdan sotilyapti. Endi aytyapti, 3,5 kilogram necha so'mdan to'lash kerak deyapti. 3,5 kilogram x so'm. Bu proporsiya, to'g'rimi? Biz har doim proporsiyani yaxshilab tushuntirar edik. Masalan, kim variantlarni yaxshilab ko'rib keladigan bo'lsa, rosa ko'p proporsiya misollarni ishladik. Demak, qaranglar. So'mni tagidan, kilogramni tagidan. Yana misollar ko'rib ketaveramiz. Demak, buni nima qilaman? X bu yoqqa ko'paytiraman, buni bu yerga ko'paytiraman. 2 ko'paytirilgan x teng 600 ko'paytirilgan. Mana buni nima deyman? 3,5. Endi savol tug'iladi, ustoz. 3,5 endi nima qilamiz desalaring o'rgataman, qaranglar. X teng deyman. 2 bo'lish bo'lib boradi-ku, 60 deyman. Buni bitta o'rnini bunga ko'paytirsam, bitta virgul siljar ekan. Ko'paytirilgan 35 bo'lib qolar ekan, taqsim 2 bo'lib qolar ekan. Ustoz, men tushunmadim desalaring, mana tushuntiraman, qaraymiz. Agar 3,5 ni ko'paytirsak 10 ga, bitta virgul baqa siljar ekan, ya'ni 35 ga aylanar ekan. Agar 3,5 ni 100 ga ko'paytirganimizda edi, bitta 0 siljida 35 bo'ladi, yana bitta 0 siljida 350 bo'lib ketar ekan bu. 350. Tushunaylikmi? Virgul har bitta 0 ga qarab siljib boraverar ekan. 62 ga bo'lamiz. 30. 30 ni 35 ga ko'paytirsak 1050. Bormi? 1050 degan javob siz javobga to'g'ri kelar ekan. Doskani o'chirib, keyingi misollarni ko'ramiz. Demak, 5-misolni ko'rar ekanmiz. 5-misolimizga 4 qavsda x ayrilgan 3. Ayrilgan 3 qavsda x qo'shilgan 2 teng -19. Demak, tenglamani yeching debdi. Endi savol tug'iladi. Imtihon kirgan vaqtda faqat sizlarga natural sonlar emas, balki manfiy sonlar ham berib qo'yish ehtimoli bor-da. Manfiy sonlar degani minus bo'lgan sonlar. Bundan keyin manfiy sonlarga duch kelishimiz tabiiy hol. Variantlarda manfiy sonlar kelsa ham hech narsadan qo'rqmasdan polni ishlayveramiz kelishdiga. Nima qilaman? 4 ni x ko'paytiraman. 4x ayrilgan 4 ni 3 ko'paytirsam 12 ayrilgan qavsda oldin minus tursa, ichidagi ishora o'zgaradi. -3x ayrilgan 3 kira 2 6 teng -19. 4x dan 3x ayirib olaman. X. Endi qani, -12 -6 nima qilardik? Bir-biriga qo'shardik, oldiga minus yozardik. Ikkasini qo'sh 18 ayrilgan 18 teng -19. Qo'shuv nima qiladi? Ayirib nima o'tadi narxi? Qo'shib o'tadi. X teng -19 qo'shilgan 18.
X teng 19 ta qarzimiz bor. Uzamiz deb kelsak 18 tasini bersak qancha qarzimiz qoladi? Bitta qarz qoladi. Javobimiz -1. Mana shunaqa qilib misolni nima qilishimiz kerak ekan? Ishlab qo'yishimiz kerak ekan 5-misolimizda. Xo'sh. 6-savolni ko'rar ekanmiz. 6-savolimizda guruhdagi o'quvchilarning 55% qizlar tashkil etadi. Qiz bolalar o'g'il bolalardan 6 ta ko'p. Guruh qiz bolalar o'g'il bolalardan 6 ta ko'p. Guruhdagi umumiy o'quvchilar sonini toping. Juda ham chiroyli savol. Avvalo nima yozib olishimiz kerak? Xo'sh. Qizlar deyman, qaylar? Qizlar bolalar. Endi savolimda qizlar jami o'quvchilarning qancha qismini tashkil qilar ekan? 55% ni. Demak, qizlar o'zi jami qancha o'quvchi bor? Jami x ta bor ekan, to'g'rimi? Jami x ta bor. Qizlar shuni x ko'paytirilgan 55 taqsim 100. Qizlar jami o'quvchi 55% ni tashkil qiladi. Qiz bolalar o'g'il bolalardan 6 ta ko'p. Guruhdagi umumiy o'quvchilar sonini toping deb. Endi qaraymiz. Xo'sh, juda ham yaxshi savol. Bizga aytayapti, bolalar qizlar 55% bo'lsa, bolalar necha foiz bo'ladi? 45% bo'ladi. Ya'ni x ko'paytirilgan necha bo'ladi? 45 taqsim 100 bo'ladi, to'g'rimi? Buni tushundilaringiz, ha? Ya'ni Dilnura qaragin. Bolalar 45%, qizlar 55%. Qizlar bolalardan nechta ko'p? 6 ta ko'p. Endi men mana bunaqa yozsam qaranglar. X ko'paytirilgan 45 taqsim 100 plus 6 teng 55 taqsim 100 ko'paytirilgan x mi? Endi mana bu nimamiz? Bolalar soni mana bu. Mana bolalar soni. Bolalar soniga yana 6 ta o'g'il bola kelib qo'shilsa qizlarga tenglashib qolamiz, to'g'rimi? Mana bu narsa kimniki? Qizlar soni shuncha, bolalar soni shuncha. Nima qilamiz? Buni tuzlab yozib olamiz. Ya'ni 45x taqsim 100 plus 6 teng 55x taqsim 100. To'g'rimi? Yana o'tkazamiz. 6 teng 55x taqsim 100 ayrilgan 45x taqsim 100. Makrajlarni bir qilib nima qilamiz? Shu ayirib qo'yamiz tepadan tepani. Demak, yozib qo'ysam 6 teng 55x dan 45x ayirsam 10x taqsim 100. Nima bo'ladi? Bitta 0 o'chadi. Bitta 0 o'chadi. 10 ni bu yoqqa ko'paytirsam 6 ko'paytirilgan 10 teng x. Mana shuni hisob qo'yishimiz kerak. Tushunayli? Xo'sh. Qani tushundan keyin qaytadan tushuntiraman. Jami qancha o'quvchi borligini bilmadik. Qizlar soni 55% dedi. Endi fikrlab ko'rsak, qizlar soni 55% bo'lsa, bolalar soni 45% bo'ladi-da. To'g'rimi? Qizlar 55%, bolalar 45%. Bolalar soniga 6 tani qo'shsak, qizlarga tenglashadi dedi. Keyin nima qildik buni? Uni bu yoqqa ko'paytirib oldik mana, buni bu yoqqa ko'paytirib oldik mana. Keyin sensurni anaqa dedik, ayirishib o'tkazdik. Keyin bu holatga keldi, nollarni o'chirib, proporsiya qilib o'tkazdik, tamom. Xo'sh. 7-misol ko'ramiz. 7-misol kombinatorika deyman buni. Demak, Andijon deyman, A deyman. Farg'onaga necha xil yo'ldan borish mumkin? To'g'rimi? 3 xil bilan borish kerak ekan. Farg'onaga 3 xil, F deb yozib qo'yamiz. Vodiyga 4 xil. Uch xil, 4 xil. Mana necha vodiyga? Vodiy va deymiz. Vodiy 4 borish mumkin. Andijondan vodiyga necha usulda borib kelish mumkin? Demak, nima qilar ekanmiz? Ikkasini ko'paytirib qo'yar ekanmiz-da. Bilasizlar, shunaqa misollar kombinatorika tashlagan edik. 3 ni 4 ga ko'paytirib qo'yamiz, nima bo'ladi? Demak, jami yo'limiz bir-biriga bog'liqda. Ya'ni Andijondan vodiyga borishimiz uchun avval Farg'onaga borishimiz kerak, keyin Farg'onadan vodiyga o'tishimiz kerak, to'g'rimi? Vodiy. Nima qilamiz? 3 ni 4 ga ko'paytirib qo'yamiz. Mana shunaqa qilib berishimiz kerak ekan. Doskani o'chirib, keyingi savollarga ko'ramiz. Demak, 8-savolni ko'rsak, 8-misolimizda jadval berilgan ekan. Jadval juda ham oson. Shunchaki aytgan ekan jadvalimizda asal testi nechta yechgan debdi. Asal birinchi kun 4 ta yechgan, to'g'rimi? Birinchi kun 4 ta, ikkinchi kun 8 ta. Hozir 1 minut.
Demak, 8-misolga asal birinchi kun nechta yechgan jadvalga? Birinchi kun 4 ta yechibdi, to'g'rimi? Ikkinchi kun qancha yechibdi? 8 ta yechibdi. Uchinchi kun qancha yechibdi? Jami 3 kunda nechta yechgan deb. Juda ham oson savol. Qo'ysak 24 ta test yechgan. Javob tamom. Xo'sh, 9-savolga qaraymiz. 9-misolimizda 1 metr kub 2 detsimetr kub. Demak, necha litrga teng debdi. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, men har doim qanaqa o'rgataman? Demak, 1 metr kubimiz, eslab qolinglar. 1 metr kubimiz 1000 litrga teng. 1000 litr. Tushunarlimi? 1 metr kubimiz 1000 litrga teng. 1 detsimetr kubimiz qanchaga teng? 1 litrga teng. Tushunarlimi? Mana bu javob necha bo'ladiki? 1002 litr. Shuni topib qo'yishimiz kerak. Aslida kelib chiqishini ham o'rgatganman, bilasizlar. 1 metr kubni 1 metr, 1 metr, 1 metr deb yozib olib ishlasalaringiz ham bo'ladi. Xo'sh. 10-misolimiz, 10-misolimiz birmuncha juda ham yaxshi savol. Bugun ham o'rgatdim men shuni. Xo'sh. A burchagini topib bering degan ekan. Avvalo, bu narsani tushuntirishimcha qaranglar, bo'ladi. Xo'sh, qaraymiz. Mana shu burchakni ko'ryapsizlar, biz o'zi aslida qoida yozib qo'yishimiz kerak edi. Mana shu variantni eng yaxshi savol mana shuda. Demak, e'tibor beradigan bo'lsak, mana buni qaranglar, dumalava. O'zi aslida mana shu vertikal burchaklar deyiladi. Vertikal burchaklar o'zaro teng. Ya'ni qanaqa tushuntiriladi bu misol? E'tibor beradigan bo'lsak, mana bunday qilamiz hozir. Qaranglar. Biz bilamizki, qaranglar, mana bu nuqta va mana shu to'lig'i necha gradusga teng? 180 gradusga teng, to'g'rimi? To'lig'i 180. Endi mana shuni yopib tursam, mana yopdim. Mana buni qanaqadir alfa desam, buni qanaqadir beta degan burchak desamda, qaranglar, alfa burchak, beta burchak, to'g'rimi? Shu alfaga betani qo'shsam, ya'ni alfa qo'shilgan beta burchakga qo'shsam, necha chiqishi kerak jami? 180 chiqishi kerak, ha? Endi men shunday burdim mana buni. Qarasam, bu ham 180 ekanmi? Bu ham 180 bo'lsa, betaga qanaqadan yordam berish kerak? Alfadan yordam berish kerak. Demak, mana beramiz alfaga teng ekan. Tushunaylikmi? Beta alfa. Endi mana bunaqasiga yopsam. Bunaqasiga yopsam, alfaga nima yordam berish kerak? Beta yordam berish kerak. Ya'ni, keyin shuni olib tashlasam, qarama-qarshi burchaklar teng bo'lib qolar ekan. Ya'ni, biz katta sinflarda bu burchaklarni vertikal burchaklar deymiz. Vertikal burchaklar o'zaro teng. Ya'ni, ikkalasi bir-biriga qarama-qarshi bo'ldimi? Bir-biriga nima bo'lar ekan? Teng bo'lar ekan. Masalan, misol uchun endi boshqachasini chizsak. Boshqachasini qaranglar. Xo'sh, bunaqa chizdim. Keyin to'g'ri chiziq o'tkazdim. Nima deyman? Xo'sh. Endi qaranglar, bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan burchaklar. Masalan, mana bu yerda alfa desam, mana alfa bo'lsa, buni qarama-qarshisi mana bumi? Bu mana bunga sakrab ketmaydir mana. To'g'rimi? Rangli menlarda olishimiz kerak ekanda, rangli menlarda olib keldimmi-kan? Mana qaranglar. Demak, mana alfani ko'rdinglaringiz mana. Alfa. Demak, mana buni qo'shilsa nima bo'ladi? Alfa mana. Demak, yana rangli menlar olsam, xo'sh, mana sarig'ini olamiz, ko'kini olamiz, o'rganaveramiz, qaranglar. Ikkalasi mana alfa-alfadan bo'ldi. Demak, mana bu yerni qanaqadir beta desam, bunga qo'shilsa nima? Mana bu yer beta, to'g'rimi? Mana bu yerda qanaqadir fi desam, mana ko'ki bilan fi burchak desam, bu yer nima bo'ladi? Fi. Ya'ni nimani o'rganyapmiz biz hozir? Agar chiziq tortilsa, qarama-qarshi burchaklar bir-biriga teng bo'lar ekan. Kelishdik-a? Qarama-qarshi burchaklar bir-biriga teng. Endi bu narsani tushuntirganimdan keyin sizga nima narsani o'rgatishim kerak. Bizga hozir misolda mana bunaqa berilgan ekan, misol chizib olsam. Misol chizib olsam, bitta chiziq tortilibdi 10-misolimizga. Bitta chiziq tortilibdi-da. Mana bunaqa bo'libdi. Keyin mana bu yerda bunday chiziq tortilibdi, to'g'rimi? Mana shunaqa chizma berilgan ekan. A S B T E F. O'zi ham rosa qiynaydigan misol berdi-da. Mana bu yerda O burchak bor ekan mana. Demak, mana bu yerimiz 32 ekan. Mana bu yerimiz necha ekan? Mana bu yer 43 ga teng ekan. Bizga aytyapti ekan,
A, mana burchak belgisi A, O, E'ni topib bering deyapti. A, E'ni topib bering desa, ya'ni xuddi sizlarni bilmaydi degan ma'noda aytyapti-da. A, O, E degani mana shuni hammasini topib bering deyapti. Mana shuncha burchak. Ya'ni mana shu yerdan to mana shungacha bo'lgan burchaklar topib bering deyapti. Demak, topib berishim uchun qanday fikrlaymiz, qaraymiz. Xo'sh, mana bu bilan mana bu nima bu? Teng a? Demak, mana bu yerda necha deyman? 32 bo'lsa, mana bu yerda 32 bo'ladi. 32 bo'ladi, to'g'rimi? 32 bo'ladigan bo'lsa, bolalar fikrlaymiz endi. Xo'sh. Endi 32 bo'ladigan bo'lsa, mana bu joyini ham bilishimiz kerak ekan. Mana shu ovni o'chirib turay. Bizga xalaqit bermay tursin. Bizga qaranglar, o'quvchilar. Mana buning hammasi mana. Mana shuni hammasi necha klass bo'lishi kerak? 180 bo'lsa, 180 dan mana buni mana ikkalasini ayirib tashlasam, qolgani mana shu chiqib keladimi? Jami 180 mana. Jami 180. 180 dan mana ikkalasini ayirsam mana bu yerga kelib chiqadi. 180 ayrilgan 32 ayrilgan 43. Demak 180 dan 75 ni 75 to'g'rimi? 105. Demak mana bu yerda nechaga teng ekan? 105 ga teng ekan. Demak hamma burchakda nima qilamiz? Demak A, O, E burchagimiz teng bo'lar ekan 32 qo'shilgan 43 qo'shilgan 105 qo'shilgan 32. Demak mana bu 75 180 180 ga 32 ni qo'shinglar 212 bormi? 212 yo'qmi? Demak qayerga adashdik ekan? Yo'q, hammasi A, O, E. A, O, E'ni bu so'rayotgan ekan. A, O, E'ni so'raydigan bo'lsa 212 deb topdik-da. Hozir yo adashganmikan? A, O, E 212 bo'lsa, bunisini so'raydigan ekan. Biz qaranglar, mana buni topdik-ku. Bu tomonni so'rayotgan ekanda, mana bu yerni so'rayotgan ekan. Demak, jami necha klassga teng? Jami mana buni 360. 360 dan 212 ni ayirib qo'yamiz. 360 ayrilgan 212. Javob necha? 148. Qisqa javob. Lekin buni bilan hozir sizlar tushundi deb o'ylamayman. Bu narsani boshqatdan maydalab tushuntirishga harakat qilaman. Doskani o'chirib olaylik. Demak, hozir sizlarga bir kerakli yaxshi ma'lumot o'rgataman. E'tibor beradigan bo'lsangiz, boya 10-savolga qiynaldik-ku. Masalan, e'tibor beradigan bo'lsak, qaraymiz. Mana yerimiz 30 gradus ekan. Misol uchun qarang. Mana bu yer O deyilar ekan. Mana bu yer A deb atasam, mana bu yerda B desam, mana shu narsani ismi bor ekan. Biz masalan Farangiz, Nilfar, Abdulloh deymiz-ku. Mana shu burchak ismi bor ekan. Savol berilar ekan, qaranglar. Mana bu belgi burchak belgisi. Birinchi A aytilar ekan. A, O, B. A, O, B burchak nechaga teng deb savol berar ekan. O'sha vaqtda biz A, O, B ni necha gradus deyishimiz kerak ekan? 30 gradus deb aytishimiz kerak ekan. Tushunaylar? Demak, qaranglar mana. A, O, B burchagi 30 gradusga teng ekan. Xo'p, yaxshi. Endi yana ko'rsataman, qaraymiz. Salgina o'zgartiramiz-da. Buni qaranglar. A, B, S. Demak, mana bu yerni 45 gradus deyman. Mana bu yerni 30 gradus deyman. Bularning ismlari bor ekan. Xo'p, ismlari bo'yicha qilar ekanmiz. Demak, ketdik. Bu belgi nima? Burchak belgisi A, O, B. A, O, B. Demak, topamiz. A, O, B. Qaysi burchak aytyapti? A, O, B. Demak, 30 gradus aytayotgan. Hamma tushundimi nima deganimni? Demak, A, O, B degani mana bu 30 gradus burchakni aytyapti. Endi qaranglar. Burchak belgisi B, O, S. To'g'rimi? B, O, S burchak aytyapti. Nima deymiz o'sha vaqtda? 45 gradus deb atarkanmiz. Endi yana bittasi bor, qaranglar. Burchak belgisi A, O, S. A, O, S qanaqa bo'ladi? Kattasini aytyapti. Tushunaylikmi? A, O, S. Nima deymiz ekan bunda? A, O, S ni hammasini qo'shib qo'yishimiz kerak. Endi jamini so'rayapti-da. Burchakni aytishni o'rgandilaringiz-a? Burchakni aytishni o'rgandilaringizmi? Demak, qaranglar mana. Aytaman. Mana bu burchak nomlanishi qanaqa ekan, Sarvara?
A, O, B. Demak, bizni A, O, B burchak topi desa, mana bunday qilib topib olishimiz kerak. Agar bizga A, O, B, ya'ni mana buni so'raydigan bo'lsa, buni topish kerak. O'rtada turganini bilaveringlar-da. A, O, B. Menimcha tushundilaringizmi? Yana bitta misol ko'ramizmi? Tushundilaringiz-a? Endi vertikal burchaklar bo'yicha harakat qilar ekanmiz. Vertikal burchaklar. Xo'sh, vertikal burchaklardan oldin qo'shni burchaklar haqida tanishib olaylik. Qo'shni burchaklar. Qo'shni burchaklar mana bunaqa degani. Qo'shni burchaklar mana bunaqa bo'lar ekanda, ko'rinishi mana bunday ko'rinar ekan. Tushunaylikmi? Qo'shni burchaklar mana shunaqa bo'lar ekan. Endi savol qaranglar. Mana bu yerimiz 80 gradus bo'lsa, 80 ning qo'shnisi necha bo'lishi kerak? Mana bu jam necha gradus burchak jam? 180 bo'lsa, mana bu yer 80 bo'lsa, qo'shnisi necha bo'ladi? 100 bo'lar ekan. Tushundingmi? Yana misol ko'ramiz. Agar qo'shni burchak mana bunaqa berilgan bo'lsa, mana bu yerimiz 120 gradus bo'lsa, mana bu necha bo'lishi kerak? 60 bo'lishi kerak. Nimaga 60? Chunki mana buni jami 180 gradusli burchak, 180 gradusli burchak 120 bunisi bo'lsa 60 bunisi bo'lishi kerak. Demak, mana shunaqa burchak qo'shni burchak deb atalar ekan. Kelishdingmi? Xo'sh, endi bitta misol ham kelib qolar ekan. Mana bunaqa deb savol beradi. Qo'shni burchaklar deydi. Tuxumga o'xshab qoldi. Tuxumni singaniga. Mana qaraymiz, mana bu 180 gradus burchak, aytadi savolda. Bitta burchak deydi. Ikkinchi burchakdan 2 marta kichkina deb qo'yadi. Demak, mana bu burchak bunda 2 marta kichkina bo'lsa nima qilamiz? 2x deymiz. Har bir burchak topishimiz uchun nima qilamizki? 2x qo'shilgan x kefirlasi nechaga tenglash kerak? 180 ga tenglash. Xuddi shunaqa beradi-da. Qo'shni burchaklarni deydi, bittasi deydi x ga teng deydi. Yoki qo'shni burchaklarning biri ikkinchisi 2 marta katta deydi. Shu burchaklar toping desa, bittasini bilmaymiz. X buniki nima bo'ladi? 2x. Ikkalasini qo'shib 180 ga tenglasak, nima bo'ladi bu keyin? 3x teng 180 bo'lingan 3. X teng 10. Demak, bitta burchak nechaga teng ekan? 60 ga bunisi 120 ga. Shunaqa savollar berib qolar ekanda, yoki mana bunaqa savol beradi. Qo'shni burchaklar deydi, biri ikkinchisidan deydi 20 gradusga katta deydi. Biz bilmaymiz deydi. Qo'shni burchaklarning biri ikkinchisi 20 gradusga katta desa. To'g'rimi? Ikkalasi qo'shni burchak, bittasi ikkinchisi 20 ga katta deyapti. Uni ishlashim uchun nima qilaman men? X qo'shilgan 20. 20 ni qutqizamizmi? 2x teng 180 ayrilgan 20. 2x teng 180 dan 20 ni ayrsam 160. O'rtada ko'paytirish bor. X teng. Demak, kichik burchak nechaga teng ekan? 80 ga 20 qo'shsak 100. Bizga shunaqa savol berar ekanda. Bolalar tushunadimi? Mana shunaqa savol berar ekan, mana shuni topib qo'yishimiz kerak ekan. Kelishdingmi? Bu qo'shni burchaklar edi. Shunaqa savollar bor. Kelsa o'rgataman. O'sha vaqtda biz bilamiz-ku deysalar, xursandman. Tushunadimi? Bo'ldilar, qarab tursalaring, bu o'rgatgan kuyib ketadi. Demak, mana bu qo'shni burchaklar edi. Bu narsa burchakni qanaqa aytilishini, qanaqa burchak so'ralayotganini bildik. Dilnurani so'rayaptimi? Nilfarni so'rayaptimi? Shunaqa savollarda qaysi burchakni so'ralishiga qarab, videoni yaxshilab ko'rib, nima qilish kerak? O'rganib qo'yish kerak. Demak, keyingisi vertikal burchaklar. Vertikal burchaklarda mana bunaqa savol berar ekan, qaraymiz. Xo'sh. Mana qo'y. Demak, bunga vertikal burchaklarga nima qilish kerak ekan? Vertikal burchaklarimiz bo'lgan vaqtda o'quvchilar adashtirib qo'ymish kerak ekan. Qaysi burchak teng ekan deb. Masalan, misol uchun, mana bu burchagimiz 30 bo'lsa, buni qarama-qarshisini oladi. Mana 30, mana bunisida mana qarang mana. Mana bu necha bo'ladi? 30. Tushunadimi? 30. Endi qaranglar. Mana bu yerimiz necha deyman? 60 desam, qarang, 60. Endi boshqacha nomni yozishim kerak edi. Mana bu yer 60 desam, buni qo'shnisi to'g'risi necha bo'ladi? 60 bo'ladi. Endi qaranglar.
İkisini qo'shsak nechi? 90. Jami nechi mana bu jamini o'zi? 180 bo'lsa. 180 bo'lsa 60 ga 30 90, mana bu yer 80 gradus bo'lishi kerakki. 90 yani 90 bo'lishi kerak a? 90. Bir yer 90 bo'lsa bu yer necha bo'ladi? 90. Ana shu narsani bilib qo'ysalaring bo'ldi. Sizlarga yetadi shu. Tushunadimi? Shuning bilan bu variantimizni yakunladik. Tushunadimi? Nasib bo'lsa keyingi variantlarni ko'rib, misollar ishlab ketaveramiz. Ko'rishguncha.